Kim oladi yo? Kim oladi yo? Kim oladi yo? Kim oladi yo? Hammaga assalomu alaykum. Sizlar ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bu yerda nimalar bo'ladi? Bugun sizlar eski narsangizni olib kelasizlar, biz esa odamlarga uni qimmatroqqa sotib beramiz. Agar bir bor qarsaklaringizni boshlaslaring, bir bor, u zo'r gap. Qarsaklar, aha, zo'r. Kimda eski narsalar bor? Qarsak olaylik, Qarsak olaylik. Biz hozir tanlab olamiz, ya'ni men tanlab olaman, bu komiklar esa uni ta'riflab beradi. Men esa bu yerda hal qilaman. Nima shuni birinchi o'rinda tanlashimiz. Mana aka, ismingiz? Sarvar. Sizda qanaqa mahsulot olib keldingiz? Eski telefonni kabeli. Eski telefonda kabeli. Aha, tushunarli. Buni kerak emas. To'xtang, biz sotib olmaymiz, lekin hozir aka qo'yib tursam bo'ladi? Mikrofondimi? Saxiyonim aka. Xo'p, yana kimda? Sizda. Aka. Assalomu alaykum. Menda televizor bor. Rostdan. Qayerda boriga barakadan yutganmi? Yo'q, juda tarixi boriga barakadan ham zo'r televizor. Hozircha sizda bir bal. Eski televizormi? Ishlaydigan televizor. Ustida o'tiribsizmi qilib? Yo'q, bu Keldingizmi? yonimda mana turibdi. Qadrdon bo'lib Buni bu qo'ygan. televizor qiymati qanaqa oshadi? Bu og'ir televizorni qayerdan ko'tarib keldingiz? Men uni bu yoqqa yetib kelguncha ikkita joyga. Birinchi Yangi hayotdan Sergeliga, Sergelidan keyin bu yoqqa keldim. Yo'lda olishmadi, bu yoqqa olib keldingiz. Yo'q, buni men sotmadim, ataylab shaqqa olib keldim. Uzr, antikvar narsalar fanat sifatida so'ramoqchi edim. Ustiga nechta ko'rpacha ketadi? 6 dan bemalol ko'taradi. Ajoyib. O'zingiz ham bor-a? Ha. Zo'r. Hozircha siz yaqqol favoritsiz. Men yana bitta odamdan so'rashim kerak, chunki qonun qoida shunaqa. Hozir yaratdim. Da, kim o'zini odamman deb hisoblaydi? Gender tengligi uchun qiz bolalar. Siz Asfina juda ham chiroyli ismli inson. Men bitta tint bilan labga qarab olib keldim. Ikkalasi ham qizlar uchun. Kosmetika. O, menga kerak edi shu. Tint nima o'zi? Tint bu qizlar labini ichiga suradi, qip-qizil bo'lib turadi. Bilmaydiganda gapirmang. Labni ichiga nimaga suradi? Ko'rinmaydi-ku. Yo'q, to'xtalib. ikki xil. Bilmaslaringmi? Yo, uni surish jarayoni mana bunaqa bo'ladimi? To'xtang. Labni ichini kim ko'radi? Yo'q, adres Ishlab. Adres, bularda sizlarda kompliment bor-da, labingning ichini zo'r bo'yapsan. Ne, Nima kim ko'radi rostdan? mana o'ylanib turadigan narsa. Misol uchun labingizni tepasini qalamda bo'yaysiz, chizib chiqasiz forma. Bo'yamayman, bo'yashadi. Menga qarab gapiryapsiz. Rostdan misol uchun deyapti Otabek. Jim turing, qiziq. Misol uchun ham bo'yagim kelmayapti, normalniy. Qalam bilan ustini chizasiz, ichiga, mana ichiga tintni surasiz. Ikkalasining rangi ikki xil bo'ladi. Tint uchib ketmaydi, suv ichsangiz ham ovqatlanasiz. Tushundim. Menda bitta savol bor edi-da. Modomiki u labni ichiga bo'yalar ekan, demak tisham qizil bo'ladi, shunaqami? Yo'q, ichiga deganda og'zingizni o'ylayapsiz siz. Boshqa nimani o'ylash mumkin ichiga degan so'z? Men ekanmi o'ylamayman-ku. Xo'p, ovoz berish yo'li bilan hozir birinchisini muxlislarga topshirib beraman. Televizor deganlar qarsak chalamiz. Zo'r. Tushunganlaringga televizor. Marhamat. Aka olib keling. Kim oladi yo? Televizorni qanchaga olgansiz, qachon olgansiz, qanaqa maqsadda olgansiz? Bu televizorni men 2021-yil olganman. 2021-yil muzeydan o'g'irlaganman-da. Yo'q, Yakkasaroyda, lekin uy rostdan ham muzeyga o'xshaydi. Bitta dodadan olganman-da. U Dodangizdan, a? yo'q, unaqa dodan bo'lsa zo'r bo'lardi. Yo'q, nech pulni baholaysiz o'zingiz, qiziq menga. Ha, doda aytganda nech pul berasan deganda, men shuncha ham bo'pti olib ketib berib yuborgan. Shuncha qancha? Kam bo'lgan. 52 mingmi, 53 mingmi shunaqa 52 bo'lgan. ming siz uchun kammi aka? 52 ming o'sha payt nima berardi? Shu televizorni Yo'q, olibdilar-ku mana. Necha kilo go'sht berardi aka 52 mingga? 650 gramm. Mo'min akaga bitta qarsak chalib qo'yamiz zo'r televizor uchun. Endi auksion boshlandi. Boshlanishdan oldin komiklar. Sizlarga savol. Bu televizorda nimalarda ishlatsa bo'ladi? Abdulaziz Hakimovich, sizning fikringiz qanaqa? Aka, menimcha siz mana bunaqa aldagina, bunisi bilan yo'qolsa, bunisi bilan o'chirasan deb. Yo'q, bittasi tuner pulti, bittasi televizor pulti. Mana u ham pultga ishlaydimi? Ha. Bering, mana shu tuner pulti. Menimcha bu televizorda Abdulaziz, siz o'tgan hafta tug'ildingizmi? Yo'q. Mana bu narsani ko'rmaganmisiz Yo'q, sizdagi? Abdulaziz mana u narsadan keyin tug'ilgan. Abdulaziz shunchalik yosh. Birinchi o'rinda har birimizning hayotimizda biz uchun ortiqcha bo'lgan insonlar bor. Va ularni boshini aynan mana shu televizor bilan yorish mumkin. Mana tepadan shunday tashlab yuborasiz, faqat aniq mo'ljallash kerak, lekin sizda ikkinchi imkoniyat ham bor. Bizda tepasida tunercha bor. Agar yengil jarohatlanmoqchi bo'lsangiz, pultini oting. Ha. Pulti ham ishlaydi.
pulti, lekin agar og'zini poylasangiz, tomog'iga tiqilib qolib o'ldirsangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasam, bolalarning umrini yesa bo'ladi. Qo'yib beribmi? Qo'yib berib, yo ko'rib siqilib ketadi, yoki bo'lmasam ularni miyasini rasvo hazil bilan zaharlash mumkin. Sani televizorga olib chiqaman deysizda, shuning ichiga tiqib qo'yasiz. Zo'r Otabekka qarsak. Bunaqa hazil bilan. Aha. Zerikkan paytingiz zubachiskani uchiga nima bog'lab, latta bog'lab, ozgina qo'llaysizdan teshikchani artib o'tirsangiz bo'ladi. Da, bu ham variant. Yoki Kimda yoshi 20 dan baland qarsakchaliklar? Bor. Agar uylarda shunaqa televizor bo'lganmi bilmadim, bizda bo'lardi. Men bu ekranni asab tinchlantirsa bo'ladi. Ekranni yaxshilab artsangiz, keyin qo'lingizni bundoq qilsangiz tikir. To'kiradi, yomon asabni tinchlantiradi. Bilmadim, bu zararli, hatto menimcha zararli emas. Chunki, normal Televizor ko'rganmisiz? yoki yana bitta oxirgisi, bu televizor bilan hozirgi yosh kelajakdagi katta bo'ladigan bolalarga hayotni oq qorasini ko'rsatsa bo'ladi. Wow. Rahmat. Da, shunaqa ajoyib. Bilaman, har birimizning uyimizda qari bir inson bor. Bobo buvi demoqchisiz-da? Unda sizda yo'q-ku, to'xtab turing-da. O'sha bir qari insonni xursand qilish uchun siz mana bu televizorni yetib bersangiz, uni ostidagi oq materialni u o'ziga kelajakka olib qo'yadi. Yoki, asl. Iflos. Asl qarang. Yoki bobo buvingiz ertalab uyqudan turadi-ku. Meni bobo buvim yo'q. Sizda hammi? Kimnidir bobo buvisi ertalab uyqudan turgan payti, soat necha bo'ldi desa, hali endi 2002-yil bo'ldi deysiz-da, ishonmasa televizor ko'rsatasiz. Mana qarang. Zo'r. Komiklarimiz Prikol qilsa bo'ladi-da takoy. Yana kimdadir variant bormi? Agar Asilbek kabi inson bo'lsangiz, kimgadir bu televizorni sovg'a qilib, aytsiz bo'ladi, rangiga qarab meni eslaysan deb. Aha, zo'r komiklarimizga qarsak chalib qo'yamiz. Qorami? Xo'p. Endi bizda sotuv marosimi boshlandi. Bu televizorimizni boshlang'ich narxi 20 ming so'm. Kim bundan ko'proq bermoqchi bu televizorimizga? Mo'min aka, sizga sotmaymiz. Kim 20 ming so'm bermoqchi bu televizorga? Ey, shouimiz tugab qoladi, nimadir aytinglar. Haqiqatan bobo buvinglar yo'qmi? Yaxshilik-ku bu. Misol uchun bu televizorni buvimga deb yozib sovg'a qilsalaring bo'ladi. Da. Yoki bobomga. Обязательно nima oq lattasi esdan chiqmasin. Da. Yoki sovg'ani katta kichiga yangish qilsa bo'lmaydi. Onamga degan lenta elingda sovg'a qiling, Instagramga qo'ying, tomirida qonim onam qo'shiqlari bilan. Men hozirgina vaziyatni o'yladim-da, mana bu televizorni olsa, kimdir o'sha buvimga deb Asilbekning gapi bilan, buvisiga sovg'a qilsa, qachondir eski tuski cho'risini ko'rib qolsa, o'sha vaziyatni ko'rsa, u nabirasi eski tuskini ham mana televizordan ko'rsa, shunaqa buvi. Kim qimmatroq qoladi? Siz. Qarsak chalib qo'yamiz. Og'abek, chiroyli kulgi ovoz egasi. Qancha berasiz? 50 ming so'm. Wow, qarsaklar. 50 mingga chiqib ketdik. Nima uchun olmoqchisiz? Buyiz bormi? To'g'risini ayting, prank qilmoqchisiz-mi ozgina uydagilarga? Qarang, kelajakda qanaqadir qotillik rejalashtirmayapsizmi? Televizorni olib, 7-etajga chiqib olib. Zo'r. Og'abek hozircha 50 ming, kim 50 mingdan ko'proq beradi? Da. 55. Wow, zo'r. Qarsak. Aka, ko'rpacha qo'ygan joy yo'qmi? 55 ming bor bizda narx. U insonning ismi kim? Abbakir akami? Yo'q, Shavkatmidi deyman. Kim 50 ming? Kimsiz? Shavkatjon. Shavkatjonga qarsak. 55 mingdan kim oshiradi? Kim ko'proq beradi? Siz qarsak chaldingiz. Bitta odam pastda Iltimos, qarsak chaldingiz siz. Bitta odam pastda qoldingizmi? Yo'q, mana qilib turgan ekan, hazillashdim. Siz ko'tarmoqchisiz. Qanchaga? Yo, qarsak chaldi prosta. Yo'q, olmoqchi bu bolaning ko'zlaridan bilaman. Aka 56 desangiz ham hech kim urushmaydi. 100 ming. 100 ming? Sizning o'z yo'lingiz 100 ming pulingiz bormi? Siz shouga kim bilan keldingiz? 100 ming. 100 ming bir. Sizga to'xtat kim bilan keldingiz? O'rtog'i. 4 kishimi yoki Qizil shapkali o'rtoqlari. 2 kishi keldinglar. Qarang, lekin o'rtog'ingiz ham hamma uyga ketadi. O'zingiz qolasiz mana televizor bilan. Qarang, lekin yana bitta gapni pul oldindan hozir berasiz. Yana bu kreditga 4 ga bo'lib to'lash yo'q. Kim ko'proq beradi? Qaranglar lekin, eslab qayerda ko'rasizlar sizlar?
Hop, brat uyga olib boradida mazza qilib, kim Farhod Nima? Farhod Abdullayev ko'radi. Eslab. Yoki qaranglar, yana bitta fishkasini ochaman. Agar siz aliment to'lamay qochib yurgan bo'lsangiz, mana buni ustiga ko'rpacha taxlaysiz, ichiga yoshirib olasiz. Yoki ichida ko'p aliment ham bo'ladi. Bu televizorda necha yildan keyin futbol ko'rsangiz ham Mirzo Hakim To'xtayev shaxlaydi. Ha. Shuncha olib qo'ygan yaxshi. Bunda Ronaldo hali Manchester United o'ynaydi. Xayrulla Hamimovning yosh paytlari bor. Zakot o'ynagan paytlari. Hali Messi kasal bu. Yana bitta bu televizor plus tarafi yil oxirida Islom Karimov tabriklaydi. Bu televizorda yana bitta plus tarafi sotib olsangiz Bekzod Yusuf peshonangizdan bitta o'qib qo'yadi. Vachalar. Zakovat ko'rsangiz, u payt hali Jobir Ahmedov burchakda turgandi. O'ynamayotgandi. Bu televizor olsanglar har kun chip del kelishar. Chip del ochiqar. Shu joyda narx so'raylik. Naqish? Narx. Ha, narx. Kimdir oshiradimi? Narx oshmadimi? Yo'q-ku. Bu televizorda olinglar iltimos. 100 mingga sotildi akaga. Olqishab qo'yamiz. 100 ming so'm. Ajoyib Oling. televizor. Oling. Kartagami? Yo, buni oling, keyin berasiz. Oling. Yo. Birinchi pulni bering. Aka, kartangizni ayting. 5614. Yo'q, qolganlarni ham tashlab yuboringlar. No, vratli kimdir adashib pul tashlaveradi. Yo'q, mana bunaqa bo'ladi. Mo'min aka qanaqadir karta aytadi, meni karta raqamim chiqadi. Donat bo'lsa o'shanga tashlaydi. Karta raqamini ayting, oy sanasini ayting, va telefonga SMS kelsa ham ayting. 68 yozdingizmi? 5614 0228. Brat, yashirmoqchi emas, pul mikrofonda aytayapti. Baralla aytayapti. Shuning Mo'min aka. Yo'q, Sovet odami-da. birorta jinoyatchi, kimdir karta nomerini aytayapti. Davay pul tashlaymiz demaydi. Pul tashlang. Tushdimi? Zo'r, qarsak chalib qo'yamiz. To'xtanglar. Tushdimi Mo'min aka? Ko'rdlaringni pul havoga To'xtanglar. Mo'min aka. Keyingi mahsulot telefon. Aka. Bitta narsa inobatga olaylik. Mo'min aka baribir Sovet davrining odami. Pul tushgandan keyin ko'rinmaguncha baribir tinchlanmaydi. Yo'q, bo'ldi, ko'rindimi? Ko'rindimi sizda? Ha, ko'rindi menda. Ajoyib. Qarsak qo'yamiz endi. Chalib qo'yamiz. Endi ballar zambil olib kelsanglar olib ketsak buni. Endi bir narsa ayting. Men bu televizorni sotib olganimda kvartirada turardim. Chol aytgandi, "Shu senga ikkita dom olib kelib beradi" deganida, endi sotish uchun aytyapsiz degan. 4 yilda rostdan ikkita dom oldim men. Barakali televizor. O'shanga shaqa olib keldim o'zi. Siz ham mana bolaga ayting, shu siz hozir qayerda turibsiz? Sahna stand-upda. Qayerda? Ko'chada? Kvartirada turibsiz. Mana shu ayting, siz ayting. Mana shu 4 yil ichida ikkita dom olib kelsin senga. Mana shu odam aldadi sizni. Mana shu joyda biz ikkinchi mahsulotga o'tishimiz kerak. Kimda yana yangi mahsulotlar bor? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi. Mani qo'limda soat bor. Bu soatim Qirg'izistonda bo'lgan, Xorazmda, Qoraqalpog'istonda, Andijonda, Namanganda. Nimaga soatingiz yaxshi kunlarni ko'rmagan? Hola, menda bitta taklif bor. Yana bitta sovg'a ko'rsak nima deysizlar? Yaxshi, davay. Hozir men Xitoydan uchiringiz Andijon kelmaganda. Kelgandan keyin Andijonga. Online zakaz. Yana kimda nima bor? To'xtang. Ishqilib aka Timo ochilgan payt zakaz qilmadingiz siz? Men bu yoqdan bitta sekin qo'l ko'tarildi o'sha aka. Assalomu alaykum. Menda 3 marta singan naushnik bor. 3 marta singan. Qiziq, qanaqa naushnik? Kattakon, butun qulog'ingizni yopadi. Aha, tushunarli. Qishda sovqattirmaydigan darajada yopadi. Hozir faqat shu vazifani bajaryapsiz, to'g'rimi? O'zingiz keyin nima qilasiz qishda? Yo'q, shu pulni berasizlar. sotsam shapka olmoqchiman-da. Tanlanglar bolalar, qaysi biri? Sizlar abla siz tanlaysiz. Xo'p. Abla's fikrini qo'llab-quvvatlaymiz. Abbakir aka naushnigingiz. Abbakir Foziyevning naushnigi do'stlar. Abbakir akadan hozir qaytadan so'rayman. Abbakir aka o'tira olgan bo'lsangiz sizdan so'rayman. Abbakir aka bu naushnikni qachon olgansiz? Qanchaga olgansiz? Ozroq ma'lumot bersangiz. Naushnikni 3 yil oldin olganman. Aha, demak 12 oyga bo'lib 25 mingdan oyiga. Bir oy to'la olmayapsiz-a o'shani? Ha, o'shani yopmoqchiman. Aka 20 ming so'mga shouga bilet olgan. Qanday bu demak 25 mingdan 12 oy bo'lsa 300 mingga olingan naushnikda. Siz shunaqa hisoblaysizmi? Buni ustun jihatlari bor. Ha.
Bu 3 marta singan. Qaysi tarafi? Ha, bitta singan ekan. U tarafi ham. Nega xalqimizda bir maqol bor, mol egasiga o'xshamasa harom bo'ladi degan. Siz ham bu ham singan ekanda. Böyle asıl kılıtır. Tak, bize de... Uje Abbakir aka noshligi qimmatlashdi. Montajda Abdulaziz qo'lni olib tashlanglar. Bize de Apple Pro açıldı. Xo'p. Bizda miniatyurchilarimizga qarsaklar. Abdulaziz va Fayzulla zo'r. Do'stlar, bu noshlikni biz hozir juda chiroyli reklama qilishimiz kerak, chunki bilib turibsizlar, Abbakir akaga shapka berishimiz kerak. Ili biror shapkalang bo'lsa beroringlar. Abbakir akaga shapkam yo'q lekin meni. Da, tushunarli. Menda ham shapka yo'q. Barter qilasizmi? Xo'p, bu noshlikni reklama qilish kerak. Men buni kim boshlaydi? Abdulaziz siz. Da. Jarayla tursin. Bu noshlikda yaxshi tarafi bor. Qancha ko'p qarasangiz, shuncha ko'p defekti chiqadi. Yaxshi. Maslahat bermagan bo'lardim. Bu naushnikdan Abbakir Fozilov yoshligida olgan travmalarning hidi keladi va Abbakir Fozilovning qulog'ini ham. Agarda sizlarga qo'shiq eshitayotganinglarda Abbakir Fozilovning hidi ham qiziq bo'ladigan bo'lsa, men bu naushnikni sizlarga tavsiya qilaman. Ya'ni tasavvur qilinglar, bu yoqda qo'shiq bo'lyapti, tog'dan tushgan qor bo'ling dadam. Menimcha Abdulaziz uzr gapingiz bo'ldim. Bu noshlik shunaqa noshlik, ikkita anaqasidan ikki xil qo'shiq kelsa kerak. Da. Bittasidan qor bo'ling dadam, bittasidan onam. Da. Bu naushnik har tarafga qimirlayotganda, mana bunaqasi ham borib kelyapti. Lekin bu Zvochka bilan yopishtirganmiz. Men bu yo'g'ini. Yo'q, Yana bitta ustun tomoni bor. shakar choy bilan yopishtirgan. Shakarchi. Bu naushniga yana bitta ustun tomoni bor. Agar siz o'zi kuruklarda introvert bo'lsangiz, kuruklarga chiqisha olmasangiz, bu naushnik sizga yordam beradi. Hamma yemagan hazillarni naushnikka ayting, kulib beradi. Qarang. Zo'r. Menimcha vaziyat mamlakat bo'lgan. Men bu noshlik buzilganda, Abbakir aka uylangan, farzandi bor, ayol nimadir baqiryapti, singan-ku, farzandi shakarcha ichyapti-da. Qarab, Farzand, mana preking farzand 9 oylik ota-onasini ko'rganda yo shakar choy ichishim kerak o'zim degan. Yo, oxirida 9 oylik bola-ku, Abbakir aka bunday qarab, bolam oxirigacha ichmaysanmi? Ovqating oxirigacha ichmaysan. Men shuni ham oldi. Birovni farzandi Asilbek. Uzr. Mana ham birovni naushnigi. Ikkalasi ham Abbakir akaniki. Farzand bilan naushnik. Bolalar, biz 30 gani. No, qaysidir novellarda ko'rganmisiz? Farzandingiz omon qolmadi, lekin uning naushnigi saqlanib qolgan. Yo, lekin bitta narsa tushunaylik. Biz onani saqlab qola olamiz yoki naushnikni? Bitta narsa tushunaylik. Bitta narsa tushunaylik. Abubakir buni boshida taqib yuradi-da. Boshida taqayotgan narsani 3 marta tushirgan. Farzandim qo'lda ko'tarib yuradi-da, uni Qaranglar, naushnikning kattaligini qaranglar. Quloqinglarni bekitib qo'ysanglar bo'ladi. Birinchi o'rinda. Ikkinchidan qulog'inglar borligi eslanib ketadi. Abubakir to'g'ri fikr bildirib olaylik. To'g'ri sovuq bo'lishi mumkin, zato zerikarli emas. Zato maza qilib eshitib yurasiz va bu naushnikka qarab shukr qilishni o'rganasiz. Shu naushnik yashab yuribdi nimaga? Menimcha ko'proq boshqalar shukr qilishni o'rganadi. Men ham shunaqa naushnik yuribdi-ku. Qarang, mana bundan singan, mana katta qism kelib turib, mana bitta birlashgan-ku. Mana bundan singan. Siz to'shning bilan siz keyingi safar ham yo shu yerdan sinadi, yo mana bitta sinadi. Boshqacha kreativ fikrlamaydi bu naushnik. Va'da beradi mas'ullarni sinishga. Chunki ko'rib turaman unchalik yaxshi emas. Otabekda savolim bor. Bir marta mana bittadan singan, ikkinchi marta bu yoqda, uchinchi marta qayerdan singan? O'shani topishinglar uchun berdim-da. Aha, tushunarli. Bu Maylimi ushlab ko'rsan. Yo'q, menimcha 3-marta naushnikning qalbi singan. yoki bu naushnikni olgan odam 3 yildan keyin ikkita uy oladi. Yo'q, boya Abdulaziz kuldirdi-ku, o'sha joydan singan. Tushunarli. Menda ikkita variant bor o'rtoqlar. Meni qo'limda naushnik turibdi. Meni tinglashinglarni so'rayman, iltimos xalqim. Xo'p, birinchi variant baribir hammalaringizni kuruklaringizda bitta oyog'i sasiydigan brat bor.
Va o'sha biratni pastava qilmaslik uchun mana shu navishnikdan olib borasizlarda. Navishnik yomon sasyapti. Jahongir bu oyog'ingni yuvib kel desanglar. Jahongir xijolat bo'lmaydi-da. Naushnik, bu yoqda Jahongir oyog'ini yetib, naushniklar yomon sasyapti-da. Keyin aslan bunday qara aytma, Jahon buni siqib ketdi. Ikkinchi Kimdir xonaga kirib nima sasyapti desa. Jahongirni naushnigi. Bilaman qaysidir kurukda bor-ku, tupoy o'rtoq bo'ladi-yu, g'alati o'rtoq. Men o'ylayman, noshit holatda hammomga solib keladi. Rostdan ham juda ham zo'r layfhack bor. Masalan, uyingizda g'ayrat yotibdi. Oldiga borib qara, naushnik kirib bo'lib ketganini bor. Cho'milib chiqdi siz bo'ladi. nima deyapsiz? Menda yana challenge bor. Nima dedi bu? Mana qaranglar, yo, просто juda ham Subtitr qo'yamiz. yo, zo'r layfhack edi. Mana kelasida aytasiz, qara naushnik kirib bo'lib ketganini bor g'ayrat cho'milib chiqdi. Hozir mana bunaqa moment bo'lyapti, bor-ku, Abbakir aka o'tiribdagi tvisidan kirib olar. Balki o'zim olarman. Menda bor, rostdan ham bu naushnik juda ham qulay naushnik, juda ham zo'r tomoni bor. Aytaylik, xonada g'ayrat yotibdi. Sizlar ikkalang bitta joyda turasizlarmi? Kulib gapirasiz ham. G'ayrat ikkita joyda turadi. Beys aka, sizga surprizimiz bor. Abdulaziz- Beshalamiz bitta xonada turamiz. Abdulaziz o'tirib olsangiz yaxshiroqmi deydi. Yaqinda g'ayrat degan bola keldi. Xonada g'ayrat yotibdi va siz nima qilasiz? Bu naushnikni olasiz. Do'konga borasizda bitta non olasiz. Naushnikni orasiga qisasizda g'ayratni oldiga olib kelasiz. Qara, shu naushnik ham non topib kelyapti. Sanchi? Yoki, bering bitta, bering. G'ayrat uyda yotibdi. G'ayrat uyda yotibdi. Abdulaziz aytgandek ko'chadan non olib kelasiz. Nonni naushnikni orasiga bunday qisasizda, g'ayratga qarab, shu naushnik ham qisdi. Sen qachon qisasan? Bunday qilsa bo'lar ekan. G'ayrat yotibdi. Davayda boshqa ism qo'yaylik. G'ayrat. Bekzod. G'ayrat. Xo'p, g'ayrat yotibdi. Bitta qiz bilan gaplashasiz va noshikda gaplashtirib qo'yasiz bitta bolani. Даже g'ayrat emas, mashina qizi bor deysiz. Siz narx taklif qilingchi? Yo, taqdir. G'ayrat yotibdi. Siz nimaga g'ayrat yotibdi yoniga keldingiz? G'ayrat bu yerda yotgani yo'q. G'ayratni tinch qo'ying, yotibdi, uxlasin. G'ayrat qayerdadir? Ishlab kelgan g'ayrat, uyg'otmang shuni. G'ayrat yotibdi, g'ayrat oldiga kelasizlarda mana bu ikkita tomonini bunday ko'tarib g'ayrat ko'rdingmi? Sen ham bir juft narsangni ko'tarib borib ishlayapsizlar. Menimcha ayni vaqtda sizlarga bitta sirni ochaman, bu noshirimiz ismi G'ayrat. Men o'ylabman, sizlarga bitta sirni ochaman. G'ayrat biz bilan G'ayratjon. Keling. Zo'r. Komiklarimizga qarsak chalib qo'yamiz, zo'r barchasiga. Bu noshirimiz ko'rib turganlaringda aytish bo'yicha G'ayrat ismli insonlarga motivatsiya beradi bu noshir. Qishda quloqlaringda asraydi. Undan tashqari qaysidir o'rtoqlaringizning oyog'i sasaganda ishlatsangiz bo'ladi va qanaqadir trend muzikalarda eshitlaring bo'ladi. Non topib keladi. Non topib keladi. Vaqtida qisa oladi. Davaychi so'zimni aytmay. Xo'p, boshlang'ich narx 50 ming so'm. Ay. Abbakir aka hurmati yo'qmi? 12 ming. 25 ming. Men o'zim qo'yib kelganman. Yo'q, men aka shouda ozroq bo'lsa ham o'rnim bor. Davay, O'zimning 25 shaxsiy ming fikrim bor. aka, hurmati bor, 5 ming qo'yaylik. Naushnikni samoyatsingasini ko'tarib kelibdi, qarang. 25 minglik. Yaxshi reklama qildilaringda. 50 minglik bo'lsa ham yaxshiroq reklama qilardim. Bekzod, qaranglar, bu naushnikni turishini qaranglar. Birorta odam ber bitta taqib ko'ray deb so'ramaydi. Bashi ideal naushnik. Kraskasi uchmagan. Da. Agar sizda eringiz bo'lsa, mana shu naushnikni taqib yuborib, chiqarib oling, hech qaysi qiz gap otmaydi. Ko'chada it ko'rib qolsangiz, orangizga naushnikni tashlang-da. Keting, u shu naushnikdan bu yoqqa o'tolmaydi. Yoki men quloqlarda adashib qolishim mumkin. Kattaligini qarang. Yoki taqib ashula eshitadi. Davayda Otabek hammamiz qaraymiz. Xo'p, davayda mayli, qimmatlaring ozroq narxini tushiramiz. 27 ming. Bu noshingiz boshlang'ich narxi. Mana 27 ming. Kim ko'taradi bu narxdan? Ko'ryapsizlar, bu noshimizni juda ham yaxshi reklama qilishdi. Bu tarix bor. Abbakir akaning 3 yillik tarixi bor Va g'ayrat bor. Noto'g'risiz, kim ololadi vobshe 27 mingga? Men ishonaman, oladi odamlar. Va bitta narsani aytishim kerak. Bu noshnik qiz bola qo'l ko'tardi. To'xtang. Bizani kelgan odamlar ololadi. Qurbi yetadi. Yo, gap ololish emas.
Mana biz 27 ming deymiz-da, sirasi ko'tarish haqida gapiramiz. 27 ming kimdir mana talabgorlarni bilib olaylik, keyin ko'tarish haqida. Mana qiz bola o'zi qo'l ko'tardi. Aha. Assalomu alaykum. Assalomu Qanchaga alaykum. olasiz? 30 ming. mingga. Qarsak chalib qo'yamiz 30 ming. Wow, zo'r. Yana 5 ming qo'shing, Abubakirni ham beramiz. Abubakir aka narxingiz ko'rasiz, noshikdan arzon. Yo, u narx 5 ming qo'shish shart emas. Xo'p, 35 ming. 35 mingmi? Yo'q, 30 ming Abubakir olmaydi, to'xta. Uzr, man. Abubakir Qanaqa aka. ekan, lekin opam, davay. Tushunyapsan? Tushunmadi. Naushnikka 5 ta Abubakir beradi. Bitta g'ayratjonami? Opa shunaqa gapiryapti, o'zi naushnik sotmasak opaga basharamiz buzadi hammamizni. 30 ming so'm Kim ko'tara oladi 30 mingdan narxini? orqada. Qancha janon? 35 ming beraman, 5 ming qaytadi. Ha, Ya, ha, Abubakir aka qaytadi. kerak emas sizga. 5 ming izdaj qaytadi. 35 mingni qanaqa bezdachi bermoqchisan? 40 ming 5 ming bilan berasan-ku. Bo'ldi. Hozir o'ylaymiz 40 mingdan ko'tarilmayapti. Tak, Ko'taraman. mana 35 ming Ismingiz nima edi chiqdi. yosh qiz? Nargiza gapda qarsak chalib qo'yaylik, Nargiza. 35 mingdan ko'tarasizmi yo'qmi? Ha. 36 desangiz ham bo'ladi. 40 ming. Wow, zo'r qarsak. Va ko'ryapsizlar, men narxini oshirishni bilaman. 40 ming. Kim ko'tara oladi yana? Qaranglar, Qaranglar lekin, aka. 44 ming qarsak chalib qo'yamiz 44 ming. Wow, zo'r. Kstati 44 mingga meni konsertimga bilet olsangiz ham bo'ladi. Qarang aka naushnik tanladi. Chunki 44 mingning ichida Abubakir aka ham bor. Konsertini aytib beradi. Zo'r 44 ming. Nargiza Nimaga siz Nargiza ko'tartirasiz? Mash qizda qanaqadir qanaqadir o'g'il bola to'xtang. Qancha? 47 ming. 47 ming. Mana xayolimga ana keldi. 47 mingga kalbasa oldim bir kela. Ikkita naushnik. Zo'r. Keyin Otabek uyiga bordingdirmida? Otabek tilbagilar keling aka primchiga qo'yib beradi. 44 ming degan aka, didi bor aka, necha pul? 50 qila olmaysizmi? Humoyon aka, necha pul? 51 ming. Nargiza, Nargiz! butun jamiyatdagi qizlarni urvini sizni qo'lingizda. 58 ming. 58 ming. Wow! O'sha brat 60 qiling. Aka, lekin plyus bo'lsa 60 qiling. Qancha to'xtang. Qancha? 71. Yaxshi. Aka. Yaxshi o'zgarish qildingiz, yaxshi o'zgarish. Aka, 71 mingingiz bor, hozir banklar kredit bermaydi hozir. Nargiz, aha hey. Kim auksionga qo'shilmoqchi? Siz qancha? Obabek. Ha, beradi. Aldaylik. Erkaksiz, erkak. Bitta savolim bor. Siz qarang, televizor 71 ming. Abubakir aka. Idealniy sostav. Uchalaring konsert qo'ysalaring bo'ladi. Balki Abubakir To'xtang. Uzr. 88 ming. Qarang, Endi aytmasam bo'ladi. Sizda ikkita variant bor. Yo 88 mingga buni oling, yoki hech qayerda sinmagan yangisini. Uchinchi variant ham bor. Uchinchi variant ham bor. 88 ming so'mga ikkinchi qatordan bilet qilib beraman sizga. Men qilib o'yladim. Davayda 100 mingdan oshiraylik, Aslbek gapira olmasin. Yo'q, men bunaqa qilib o'yladim. Men Beksaga bunaqa qilib o'yladim. Abdulaziz boshladi-ku, yo 88 mingga buni oling yoki meni. Xuddi shularda. Yo, Nargiza tanlamaydi menimcha. Xo'p, 88 ming. Kim yana qo'shiladi auksionga? To'xtanglar, faqat Humoyon aka bilan Nargiza talashyapti-da. Boshqalar qo'shilsa. Mo'min aka 100 ming Mo'min aka 100 mingiz bor, ishonaman. 100 mingmi? Qarsaklar Mo'min akaga. Mo'min aka, agar 1000 so'm kam berganingizda birinchi qator sizniki edi shu. Nargiza qarang. Kim 100 mingdan ko'p beradi? Naushnik taqasizlar, shularni men aytaman. Fayzulla o'ynab beradi. 101 ming. Wow. 101 ming. Wow. Ishqilib hech kim 108 ming taklif qilmas, nolga qaytamiz. Ya, 101 ming zo'r summa, bilasizlarmi? 01 bu. Davom etamiz, day. Xo'p, 101 ming. Mo'min aka 41 yoshsiz. Necha yoshsiz aka? Quruch. Davay shunga 3 ta ko'paytiring. 101 mingga quruch qo'ysa qancha bo'ladi? 144 ming. Pulingiz bormi aka? Humoyon aka, biz atay vaqt cho'zamiz, uydagilarga telefon qiling. Aka qarangda, TBC ham kredit bermaydi hozir qorong'uda. Yo'q, Humoyon aka bordi. Yangi yilda kurtka yaxshi ketadi sotsangiz. 101. Kim oshiradi? Kim? Agar oshirmasalar 101 ga sotib yuboramiz. Lekin direktorlarga telefon qilib auksionni oshiraylik desalar ham bo'ladi, misol uchun, bilmadim. Nargiza bitta savolim bor edi, 1000 so'm pulingiz bormi? 102 ming. Yo,
Davay Fazil aka sotildi. 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 Fayzulla. 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 Rahmat. Yo, uzr, bizda boshlovchilarga sotish huquqi yo'q, chunki bizda shunaqa Fayzul Chunki boshlovchilar puli yo'q. Fayzul Bravo, qutqardi. televizor sotilgan bo'ladi. Nargizaga sotildi qarsaklar, Nargiza zo'r. 102 ming to'g'rimi? Ya 101 mingga. 101 mingga sotildi. 101 mingga sotildi. 1000 so'm pulingiz bormi deganda men 1000 so'm qo'shadilar deb o'yladim. Yo'q, Shuning uchun 102 ming degandim. Ha, siz pullarni mingtaliga taxlab yurasiz? Ya ben bor deganlardan keyin 102 ming degandim. Tushunarli emaslar, tushundim. Abbakir aka, Karta ayting. faqat tezroq ayting, iltimos aka. Tezroq, iltimos. Ha, mayli. Hammaga aytavering. Ha, hammaga. Kesib tashlayman. 56 14. Ne karta aytayotganda jon kirar ekan unga. Ya, ana naqd-yo, kreditga chiqadi. Noshti kredit ha. Birdan 4 oyligi. 56 14. 58 76. Zo'r tushdi. Tushdi, Nargizaga qarsaklar, Nargizni berib olaylik. Zo'r. Qoyil lekin Kim oladi yo? Nargiza bitta minus tarafi bor. 9 oy ishlata olmaysiz, faqat qishda ishlatasiz buni. Nimaga oldingiz sir bo'lmasa, menga kerak, juda ham bu muhim fakt. Nima uchun bu naushnikni aynan siz sotib oldingiz? Nimasi Abbakir akani qiziqtirdi? vaybini his qilmoqchimidingiz? Azartga berildim. Ha? Azartga berildim. Ko'rasizlar do'stlar. Do'stlar, kimda yana qanaqa narsalar bor, yangi narsa kerak? Boya Mirshakar aka qo'l ko'targanda adashmasam. Mirshakar Fayzullo. Qanaqa narsangiz bor Mirshakar aka? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammaga, xush kelibsizlar. Men shouda qatnashgim keldi, lekin hech narsa sotib olgim kelmadi. Shu uchun ofisga kirib, men nima bekor yotibdi topib chiqdim. Bitta montajyor ko'tarib chiqdi. bu ko'rsatuv chiqmaydimi deyman. Yo'q, mana uni ishlatsa ishlaydi. Nima u? Vot nimaga bular sizlardan yaxshiroq biladi bu nimaligini. Kontent bilan kim shug'ullanadi? Siz qorong'ilikda turibsiz, ko'rinmayapti-da. Aka, u narsa narxi lekin qimmatroq. Bu stabilizator. Stabilizator ishlaydi, yoqsa. 2 marta ishlatib ko'rganman. Bir marta magazinda ishlatib ko'rdim, keyin uyga olib kelib, qara, zo'r narsa oldim dedim. Keyin вообще ishlatganim yo'q, chestno. Absolutno. Keyin balki kelganlar ishlatib ko'rgandir ofisda, o zo'r narsa ekan deb. Atak maqsadli hech qachon ishlatilmagan. Doim taqdimot qilingan buni. Да нет, просто ofisda zerikkan payt, bu nima ekan degan payt ushlab ko'rgan kimdir. Вот shu faqat. Mirshakar aka, buni o'zbekchasi qanaqa? Bu tinchlantirgich. Tushunarli. Mirshakar akaga qarsak chalib qo'yamiz. Hozircha bitta variant turibdi. Mirshakar aka stabilizator aka deng. Tinchlantirgichiga. Mo'tadillashtirgich, tinchlantirgich emas. Sal qiyinlashtirdingiz so'zni. Xo'p, yana kimda narsa bor? Borgan sari bezot lug'atdan chiqib ketyapsiz-da. Adil. Paket. Yo'q. Odiljon. Tim turinglar. G'ayrat. Otabek, ismi Adil, pasportda shunaqa. Adil, davay. Dadil gapiring. Solgani paket. Nima solgani? Krossovka solgani. Krossovka solgani. Krossovka oyoq kiyimlar. Aha, tushunarli. Necha marta krossovka solingan bu paketga? Yangi bugun keldi. Aka, menimcha siz shouga boraman degansiz, oyoq kiyim kiyib bo'lgandan keyin nimadir soch xayolingizga kelgan. Keyin ostonada qo'lingizga ilingan narsani olib kelgansiz. Yo, to'xtanglar, qachongacha krossovka alohida paketga solinadi? Yo, to'xtang, bu odam haqida ozroq ma'lumot beray. Bu odam yugurish bo'yicha O'rta Osiyo chempioni ekan. Adel qarsak chalib qo'yish kerak. Osiyomidi, O'rta Osiyomidi? O'rta Osiyo chempioni, o'shaning uchun o'zini sohasiga oid narsa olib kelgan, yugurish bo'yicha va ustoz ekan, trener, ya'ni bolalarga yugurish bo'yicha musobaqa dars o'tar ekan. Normal soha, qarsak chalib qo'yamiz. Variantda va uchinchi odam bizga kerak, yangi. Bir kreativ soha yo'qmi? Orqada qo'l ko'tarishyapti. Mikrofonni berib yuboringlar. O'sha kepkali aka gapira qolsin. O'sha kepka aka sizda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men nomini bilmayman. Mana qo'lni, muskulni ana rivojlantiradigan narsa bor. Espanderda. Sizni menimcha qo'l muskulini rivojlantirishingiz kerak emas. Ispander desa ozgina so'kkan deb o'ylabdi, ispander. Xo'p, bolalar, bizda 3 narsa bor. Yana bitta narsa eshitaylik, yana bitta narsa kimda? Yo'lardagi aka nimadir. Ha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Menda ikkita narsa bor. Bittasi oktyabrda oraliqlar vaqtida olgan orbit Trimol. Yangi list oldim, hali ishlatganim yo'q. Yana bittasi 8lik fleshka bu. Wow, fleshka. 12-13 yil oldingi. Nechilik?
12-13 yillik oldin. 8lik 8lik deganda 8 gigabayt, 8 gigabayt. Ya, 12 yil oldin necha yosh edingiz? Kechirasiz. qarang mana kichkina qora fleshkami yoki bo'lmasam katta kompyuterga tiqiladigan. 6 yosh. Katta USB. Ha, yuzda. Xo'p, do'stlar, bizda nima bor? Mirshakar Fayzliyevda tinchlantirgichi bor. Adilda oyoq kiyim soladigan oyoq kiyim solguvchi bor. Zokirjonda bizda isfandiri bor va akada 8 lik fleshka va trimoli bor. Qaysi birini tanlaymiz? Fayzulla, sizda shunaqa huquq bor, tanlash imkoniyati. Tak. Siz nimaga huquqni faqat shu taraflardan qidiryapsiz? Yo'q, bu yoqqa ham beraman oxirrog'ida. Ha. Bo'lmasa, mana bunaqa qilaylik. Tanlovda Otabek Xudoyberdiyevga berdik. Men Otabek Xudoyberdi tanladim. Ya, menga birovni huquqi kerak emas. Qaraylik, Otabekda huquq payti sizga huquqini bermaydi. Davay, kelinglar, mana bunaqa agar Mirshakar Fayzulloyev narsa. Mirshakar akani menimcha ko'zini ko'rdi. Mo'tadillashtirgichingiz berib turing. Kim oladi yo? Kreativroq deb nomlasak-chi. Da, shunaqa nom desam bo'ladi. Mirshakar aka, bu assalomu alaykum. Buni nech pulga olgansiz? Esimda yo'q. Esimda bo'lsa sotmasdim, chesna. Siz Mana oyligimdan ko'p marketplace'dagi narxini bilaman. Unchalik arzon turmaydi. Bu endi chiqqan vaqt oluvdim, hozir yangilari chiqib ketgan, balki narxi tushgandir. Mirshakar aka, baribir siz yoshingiz katta-ku. Qarisiz demoqchi. Yo'q, OLXdan registratsiya o'tishga erindingizda, to'g'risini ayting. Ne, prosta bekor yotsa balki kimgadir kerakdir dedim. Agar nech pulga sotsang ham 2000 qo'shib bersa, men oyog'ini ham beraman. Oyog'i yo'q. 2000 so'm. Hali ham sunnat ishi ustasisiz aka. Buni qo'yib qo'ysa ham bo'ladi. Yo'q, qo'yib qo'ymasa ham bo'ladi, 2000 so'm o'zimda qolsin desang. Xo'p, do'stlar, qaranglar. Bu juda ham ajoyib narsaga o'xshayapti, chunki anaqalari ko'p ekan. Tugmalari ko'p ekan, funksiyalari. Tushunolmadim, sotaman. Qanaqadir yozuvlari bor, har bittasini o'ynab chiqqanman. Lekin qaranglar, Mirshakar Fayzliyev olgan original bo'lishi ham mumkin. Kimning yonida telefoni bor? Ne, original-u? Yo, original. Telefoningizni bering. Zaryadi yo'q, ishlatib ko'rganman. Balkim bordir. Yo'q, ishlatib ko'rganman. Zaryadlab keldim. Berib turing, bersing. Aka, bu zaryadlanmaydi, mana oldi. Sotayotgan narsani zaryadlab sotadi-da, nima deysan, ishlaydi deb ishontirib qasam ichmaysan-ku, non ursin ishlaydi deb. Endi bilmadim. Jonli firqsa bo'ladi mana. Yo, suv ursin desangiz asli ishonaydi. Uni oldin ochib keyin yoqish kerak-da. Fayzulla xullas nima, Abdulaziz uni ochib keyin yoqadi-da u. Aytgancha Abdulaziz bizga texnik mutaxassis. Abdulaziz ko'rib turganlaringizda esim emshik. Da, ishlayapti. Mana ko'rib turibsizlar, u yoq bu yoqqa burilyapti. Agar bu stabilizator sizga qanaqangi paytlarda yordam berishi mumkin. Agarda siz introvert bo'lsangiz, kuruklari sizni gapingizni inobatga olishmasa, bitta fikringizni ma'qullab turishi mumkin mana. Nimadir deysiz mana. Lekin mana nimadir mana. Sotmayman, zo'r ekan bu. Beksit aka, men zo'r stand-up komikman deng-da. Ayting. Men zo'r stand-up komikman. Yag'i. Ko'rdingizmi? Значит, bu birovlarning gapini ham boshqara oladi. Da? Zo'r. Qani? Juda ham zo'r. Hech qachon shunga yo'qolmaganman. Sizlar yo'qolsanglar sotmasdik-ku, ofisda hech kim ishlata olmayapti, shu uchun sotamiz o'zi. Boyagi naushnik shuni o'rtasiga qo'yib sotish kerak. Aylanishni qarang. Berilib ketyapsiz, sifat bering. Davay, sifat beringlar. Fayzulla, siz ko'p qochiryapsiz. Siz navbatingiz yo'q. Aytishingiz kerak nimadir deb. Siz o'tkazaveryapsiz o'zingizdan. Buni telefonni oling. Biz qo'shib ketamiz bozorga hozir. Bundan aylantirchi. Buzasizlar hozir, keyin hech kim olmaydi uni. Sizlar Yo'q, bizda mana shu eski bo'lsa olyapti Mirshakar aka. Yangi narsa hech kim olmayapti. Eski, buzasan hozir keyin hech kim olmaydi-da, birovga bir oyog'ini ham beraman mana. Yo'llaringizda tursin. 2000 qo'shimcha bu. Buni alohida sotamiz. Og'abek olib berib oling, agar og'irlik qilmasa. Da. Lekin Nargiza уже azartga berilib, o'zimni arkani olib deyman. Mashina havza kerak. Ne, chesna oyog'ini отдельно sotmoqchi edim, unga oyna-poyna qistirsa ham bo'ladi-da. Oyog'ini aka telebashlar maketi deb soting. O'xshaydi, alohida. Короче, bu stabilizator yana bitta xususiyati bor. Bu stabilizator yana bitta xususiyati olasida g'aladonchaga qo'yib qo'yasiz. G'aladon nima? G'aladon bu tortma. Tortmaga qo'yib qo'yasiz, turadi. Esingizdan chiqarib oling stabilizator borligini.
hayotda ba'zida kreditlaringiz ko'payib, ishlaringiz yurishmagan paytda o'zingizni mana bu jamiyatga juda ham oshiqchaman deb his qilasiz. O'sha payt bundoq g'aladan ochasiz, stabilizatorga qaraysiz. No, stabilizator ham turibdi, siz ham yashasangiz bo'ladi bu dunyoda. Qalbingizga ozgina taskin beradi. Yoki olingda mobilografik qiling. Qaysi biri qulay bo'lsa. Bundan motivatsiya olsa bo'ladi. Shuni ham hayoti stabil. Yoki bo'lmasam, taksiga chiqishinglar mumkin, to'g'rimi? Mana Mamitiga faqat Mamitini ozgina rekonstruksiya qilasizlarda, kofe qo'yadigan qo'yasizlar. Taksida kofe to'kilib ketmaydi, stabil ishlab turadi. Hayotingizni ham qo'ysa bo'lar ekan-a? Da, yaxshi bo'lardi qo'ysak. Prям kerak edi shuni qo'ysam. Aha. Barchamiz bilamiz, hayotimizda o't o'radigan vaziyatlar bor. O't o'rayotgan paytingiz yo'lingizdan tosh chiqdi. Toshni olasiz, stabilizatorga qo'yasiz va keyin telefoningizni ham qo'yasiz, ko'proq yoyiladi-da. Prям tosh bilan telefon ham turishi kerak. Shu amaliyotni amalga oshirgan holatda unday qaraysizda, o'tirganimga kichkina ko'rinyapmanmi deysiz. Yaxshi, Asilbek. Keyin masalan, oilalarda kimdir bo'lishi mumkin, mobilograf lekin isbotlolmayapti. Aha. Hech Shuni kim bunga ishonmayapti. Ha, shuni olasizda. Men birat o'ylayapman-da. Aytasiz, mana deysiz, men syomочный площадкадаman deysiz. Tushunyapsizmi? Mana butun morli. Da, mana balki butun boshlaniqi. Men oyoqchalar kelgandan keyin bildim, oyoqchalar mana ochilar ekan-ku. Da. Juda ham mana uxlolmayotgan paytinglar, boshinglarga bunday qo'yib, u massaj qilsa bo'lar ekan. Bo'lmaydi. Ma'qul ko'rindi bo'ldi. Menda yana bitta fakt, bu Mirshakar akani boshini massaj qilgan. Da. Do'stlar, menimcha sotish kerak. Yoki kimdadir fikr bormi yana qanaqadir. Bu Mirshakar Fazliyevni sotuvchilik olishmasa fikr qo'shaman. Ha, demak saqlab qo'ying yuragingiz tubiga. Bu Mirshakar Fazliyevni tinchlantirgichi g'alati. Ablaziz aytganda buni agar sizda iPhone, o'zi kimda iPhone bor? Yo, iPhone bo'lishi shart emas. Android ham tushadimi? Android bu narsada olsa bo'ladi. Qanday iPhone ulanadigan joyini ko'rdingiz buni? Yo, men o'yladim, Androidda yaxshi syomka bo'lmaydi. Bekzod, shuni ustiga kofe qo'ydi ana odam. Damashni bo'lmasa tushaveradi, farqi yo'q. Men bola tosh qo'ydi. Da, no. Zo'r. Boshlang'ich narxi endi Mirshakar Fazliyev hurmati bor 23 ming. Yo, 23 ming emas, nimaga? Boshlanish narxi oyog'i bilan bo'lsa 4 ming so'm. Yo, Mirshakar aka, men narxni ko'tarmoqchiman. 23 ming so'm. Ha, хорошо, uzr. 20. Mana sразу klientlar bor bizda. Ha, xo'roz qilib Mirshakar akani ko'z olib qo'yaverasiz. Qaranglar, bitta gap, reklama boshlashimizdan oldin. Biz bu stabilizatorni sotishimiz uchun jonimizni reklama qilishimiz kerak emas. Shunchaki, prosta marketplace ga kiringlar, $200 dan $600 gacha turadi. Buni tushunganlar. Rosta shunaqa narx. Ablaziz, bu unchalik qimmat emas. Ha, bu unaqa turmaydimi? Ha, sotaman. Yo, bu market bularni o'zi sotib olyapti. Sotib olayotgan odam Mirshakarga qarab, unaqa emas. Ya, biz aniqladik. 850 ming so'm turar ekan. Shunaqasida olganmisiz? Yo, mayizda hozir shunaqa turar ekan. Men olganimda sen aytgan narx edi. Kimdir Mirshakar akadan mikrofonni olib qo'ysa, iltimos. Uni faqat menimcha hukumat qila oladi. Mirshakar aka, artistmisiz? Mikrofon o'shab gapirasiz. Hali konsert ham berasiz. Qayerda deb ko'rgansiz? Ismingiz? Assalomu alaykum. Esma. Esma. To'xtang. Yonidagi qiz ismingiz nima? Oyog'ini nimadir ezib qoldi bu bola. Yonidagi qiz ismingiz nima? Asfira, bunaqa serial yo'q. Esma, hech mana bunaqa izvatsiya qilishgan maktab paytida. Izma. Ha, Kuskodagimi? Kuskodag, ha. Ne. Do'stlar. Qanaqa kuydi? Esma, Xinoli qordamidi? Ha, do'stlar, to'xtanglar. Bu qizni men taniyman. Buvisi ismini qo'ygan, juda ham chiroyli ism. Esma qancha? 25 ming. 25 ming qarsaklar Esmaga zo'r. Esma, bizni auksionimizda inqilob qildilar. To'xtang, mikrofonni berib yuboring, mana shu chiroyli yigitga. Qarang, mikrofonga yarasha sum ayting. Shu 50 ming. 50 ming. Qarsaklar. Ajoyib. Orqadan qo'l ko'tarishyapti. Orqadan to'xta. Pulini bankomatdan yechib kelaman, telefonga ulanmagan klik. Sizga ishonmasizmi? No, o'zi yechib keladi, sizga o'tirmaysiz. Men sizga ishonaman, ko'rganman, sizga sotmayman. Noqonuniy pullarmi deyman menimcha. Orqadagi iltimos narxini aytib yuboring. 100 ming. Eng avval sahna sinabda ishlardi-da.
100 ming. Tekin ishlatish imkoniyati bor edi. Esma 100 qancha? ming. 101 ming. Orqadan qo'l keldi. Aha. Omonxon adashmasam. Yo. Omonxon o'ynasang-chi. Qancha? 150 ming. Yaxshi. Qancha? 200. Siz Mirshakar aka? 300 ming. Yaxshi. Серьезно? Yaxshi, yana. 300 mingdan kim ko'taradi? Nimangizni sotmoqsiz? Zulxumor. Shuncha pulinglar bor ekan-ku. Shu 50 mingga qo'yilgan payt hech kim olmadi. Shuncha puli bor ekan bularni. Shovni 20 ming bo'lishini kutdinglar. Ey, orqadagi qiz, ha. Ya bu 300 ming deb bo'ldi. Zulxumor, siz ozroq tarixdan kech qolyapsiz-da, men bola 300 ming Zulxumor, dedi. ofisga yangisini olamiz hali, u ham ishlatilmaydi. 303 ming, Abbakir aka 303 ming dedi. 303 ming? Iltimos, mana shuni sotib oling, jonga tegdingiz qo'lda olib. Ayting, brat, qancha? Mani uyimda tilla samolyotim bor. Hozir bankomatga borib yetib kelaman. Unaqa deyotgan odam. To'xtang. Ha, Og'abek. 500 ming. Wow! Yaxshi. Lekin bor-ku, televizorda ustida shunaqa patsiyat turadi. Televizorda ustida shunaqa patsiyat turadi. Og'abek, viloyatga qaytib nima ish qilmoqchisiz? Hamma pulingizni ishlatyapsiz-ku. Og'abek, Toshkentdagi kunlaringiz yana bor. Ertaga. Mana bilan Toshkentni syomka qilish kerak. Qishloqqa borsangiz g'alati, lekin bu bilan. Ertaga mana olganda televizorda qo'yib tushmayapti. Mayli, 500 mingdan kim ko'taradi? Ye? Ne Og'abek, rostdan 500 mingmi? Behazil. To'xtang, Og'abek. Nima uchun? Og'abek. To'xtang, Og'abek. 550. Ya endi qimmat sotilsin deb qilmaydi. Mirshakar aka siz ham endi. Mirshakar aka qarang, siz 550 mingga sotamiz, lekin pulni bizga berasiz. Da. Nimaga hozir sizlar Abbakirga berdinglar-da, pulni men sizlarga beraman. Yo'q, siz chunki o'zingiz sotib olyapsiz-da. Chunki biz sizga buni yaxshiligini ko'rsatib bera oldik aka. Da. Sizni ko'zlaringizni bilmadim nima to'sib qo'ygan edi. Achki. Aka, lekin sizga 4 ming qaytarib beramiz boshqadan. Da. Yo'q, aka, 504 ming berasiz, biz sizga sotamiz, 2 ming bersangiz tagida oyoqchasini ham beramiz. 506 ming qoldi-ku. Ya to'xtang, orqadan qo'l ko'tarilyapti. Ha, Omonxon. 551 ming. Oo! 551 ming. 551 ming, ya. Siz menga qarang, o'zingiz podpolniy bozoringiz qilmagan edi, tushundingizmi? Yo'q. Omonxonda 2 million obunachisi bor. Unga kerak emas. O'ylab ko'raylik, kimga yana olishim. To'xtanglar. Hozir adashmasam narx Omonxon siz gapingizda turasiz, erkaksiz, to'g'rimi? 551 ming ketib qolmang. 551 ming. Erkak videogansku to'g'rimi? Erkak bo'lib nechidir kun degan. Erkak bo'lib nechidir kun? Siz nimaga uni ko'rdingiz? To'xtanglar, shomisal g'alatilashdi. Men prosta so'raganim, ana Omonxon prosta turib qochadiganga o'xshayapti-da. Abbakir navshiki ham bormi deyman. Siz Nargizni olib qo'ydingizmi? Ismingiz nima edi, do'stim? Og'abek, siz ko'tarmoqchisiz adashmasam. Qancha? 551. Bochkanimi nima? Yo'q, shunisi bilan 550 Mani aka. ko'rsatyapsizmi? Ye, qarang, siz hozir sotib oling, tagidagi 2000 turibdi. 553 ming bo'ldi, davayda. 560. O'xti. Bu degani 5600 so'mdan 100 kun degani. Necha yoshsiz? Necha yoshsiz? 18 yosh. Qaranglar, bu bolani ota-onasi kelishi mumkin, kimdir sotib olsin. Siz 18 yoshsiz va 560 ming pulingiz bor. Yana 101 ming televizor olgan. Siz 101 mingga televizorni ham oldingiz. Yo'q, to'xtang, zo'r. 560 ming, 18 yoshlar. Qarang, 18 yosh bolalardan kuchli emassizlarmi? Omonxon 2 millionta obunachisiz bor. Shov tugagandan keyin bitta kasnishli bir chiqib, Og'abek bularning hammasi hazilida demaydi. Mana pulingizni hech kim qaytarib bermaydi. 560 ming qoladi mana. Omonxon, sizda 2 million obunachi bor va 18 yoshli boladan tushasizmi? Tushasizmi? Ha, dedimi? Omonxon, lekinchi videolaringizga stabilizatsiya kerak. Balki Sarvinoz, balki o'ylab ko'rarsiz. Sarvinoz? Yo'q, Sarvinoz orqada bizani o'zimizda esimamchi narx taklif qilibdi. Kстати, esma yo'qolib qoldi. Siz prosta og'iz kelmadi. Tugadimi? Neydi? Esma yo'qolib qoldi, shetdaman. 50 ming dedim-ku. 50 ming. Menda bor yo'q 510 ming yetmayapti. Do'stlar, bizda eng oxirgi narx Og'abek 560 mingdan turibdi.
560 ming. 560 ming. Kimdir ko'taradimi yo'qmi? Ajoyib stabilizator. Men Og'abekka sotgim kelmayapti. 560 ming 1, 560 ming 1 560 ming 1 Koeffitsient oshdi lekin 1-2 bo'ldi. Og'abekka sotildi, Og'abek sotildi, olqishlar. Da. Mangami deydi. Mangami deydi. Mirshakar aka kartangizni ayting. To'xtang, menikini yozing, Mirshakar aka o'zim tashab beraman. Yo. Mani telefonim u yoqda. Kreditdan boshqa pullarimiz bor bizani. 8600 yozing. 8600. Hozir telefonimni berib oling. Men o'zim Mirshakar aka beraman sizga. 2000 so'm qayerda qolmaydi aka. To'xtang, kontragani stopdim. Bekzod. Yo, bo'ldi. 8600 3076 560 ming so'm. Siz shu IPDagi bankka tashlayapmi? Banki bor o'g'lim. Yo. Bekzod, hozir sezib qoldim-da, oramizda hech kim Mirshakar akaga pul tashlamagan ekan. Yo, men tashlaganman. Просто qaytarib tashlaganman. 560 ming chek tushdimi? Uxti. Ha. Mirshakar aka oyiga 300-400 millionlab pul topgan davrlaringiz ham bo'lgan aka. Men o'ylayman 2000 so'mga qarab qolmagansiz, 560 mingga ham. O'shaning uchun bir insonga savob qildik, Abbakir akaga. Qarsaklar Og'abek va Mirshakar akaga zo'r. Oxirgi narsani ko'ramizmi? Wow, zo'r. Og'abekka rostdan bitta qattiqroq ikki qo'li borlar. Ota-onasini yaxshi ko'radiganlar qarsak chalsin Og'abekka. Qattiqroq. To'g'ri. Men bolaga syomka qilyapti men qo'lida. Nafas oladiganlar. Yo, Mirshakar aka Abbakir aka tashladi, chista olsangiz bo'ladi. Yo, bittan so'ng bir marta qatnashish mumkin. Xo'p, barchaga rahmat. Sizlar ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. O'z ishlarga shouimiz yoqdimi? Shou yoqdimi? Bugun birinchi marotaba syomka bo'lishi. Yana kelishlaringizni kutaman va birma-bir men komiklar tanishtirib o'taman. Iltimos, ular sizlarga ta'zim qiladi va sizlar ajoyib qarsak chalasizlar. Asilbek Zikirov, stand-up qiroli. Fayzulla Nosirov, Otabek Xudoyberdiyev, Ablat Sakiyevich va Kamila Bekzod Yusupov. Kanalga obuna bo'ling. Sizlar ko'p turganimizdan juda ham xursandmiz. Va ajoyib tilaklarimiz sizga. Kommentar yozib qoldiringlar. Keyingi shoumizda nimalar olib chiqishimizni. Otasini yaxshi ko'rganlar like bossin.